O'zim o'qigan kitoblarni 1 dan 10 gacha baholayman. Qani ketdik. Birinchi kitobimiz Dostoyevskiyning Oydin tunlar asari. Men bu kitobga 10 dan 3 baho qo'ydim, chunki asar boshdan oxirigacha bir paytda o'zida ikkita bola bilan gaplashadigan Nastinka ismli bitta qiz haqida yozilgan. Keyingi asar bu So'nggi unsalni kaktuslar ham gullaydi degan kitobi. Bu asarga men 10 dan 100 baho qo'yaman. Chunki asar juda ham kuchli va chuqur ma'noga ega. Har bitta o'smir yigit qiz, balog'atga yetgan yigit qiz bu kitobni o'qish kerak va hayotini ko'tarish kerak deb o'ylayman. Navbatdagi kitob Frans Kafkaning Yevrilish degan kitobi. Buni ham kuchli asar deb maslahat berishuvdi, lekin asar detskiy asar ekan, bolalar adabiyotdan ekan. O'sha bosh qahramon tarakanga aylanib qoladi, keyin uni uydagilari o'lguncha qamab qo'yishadi xonaga, o'lgandan keyin uyni sotib boshqa mamlakatga ko'chib ketadi.